Assalomu alaykum. Men uchun qozon kopdan ham mazaliroq, lekin tayyorlanishi oson, quvvatga boy, mazali taom tayyorlashni ko'rsataman. Videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, hamma sirlarini aytib o'taman. Birinchi bo'lib qo'y dumbasini bir xil hajmda to'g'rab olamiz. Shunda jizalarimiz chiroyli va bir xil vaqtda eriydi. Dumbani erish paytida ozroq nonkob suv sovorsanglar, yog'i yanada yaxshi chiqadi, ranglari bir xil bo'lib mazali chiqadi. Qo'y go'shtini istalgan joydan foydalansangiz bo'ladi. Shirali va mazali chiqish uchun qo'g'irg'a va qo'l qismidan foydalandim. Jizalarimiz tayyor bo'ldi. Jizani yeb qo'ymaymiz, oxirida yana kerak bo'ladi. Go'shtni ozroq qovurib, tuz sepib, o'zini suvida 50 daqiqa past olovda dimlab qo'yamiz. Bu taomda eng muhim joyi olovni balandligi. Mahsulotlar o'zini suvida pishganligi uchun o'rta olovda qovuramiz, eng past olovda dimlab qo'yamiz. 50 daqiqadan so'ng qozonni ochib, parix to'ralgan piyoz, sarimsoq, piyoz, zira, olib qo'ygan jizamizni solib, yana yarim soat past olovda dimlab qo'yamiz. Tegiga olmaslik uchun orada ochib, aralashtirib qo'yamiz. Past olovda usti qarsildoq ichib yurayli bo'lib chiqqan kartoshkamizni solib, go'shtlarimiz tegida qolgan shirasini quyib, mehmonlarga tortamiz. Yaqinda Qurbon hayiti, uyda go'sht ko'payganda xuddi shunaqa qovurib, o'zini yog'iga solib qo'yib, uzoq muddat saqlab qo'ysanglar bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.